Menga boshlig'ingiz chaqirib yuboring. Tinchlikmi aka? Ha, tinchlik boshlig'ingiz chaqiring bo'ldi. Men boshliq aka. Yo'q. Bo'lmasa sizdan ham kattasi kerak menga. Qo'lingiz Chaqiring. tuyunda aka, qo'lingizni. Yo Allohim, mana shu banda sen bilan gaplashmoqchi ekan. Seni yoniga jo'natib yuboraymi yoki shu yerda gaplashasanmi? Boqoq, domlaga ham qo'y denaydan. Mazaj qalay? Yaxshi. Xo'sh, qorninglar to'ydimi? Mahallada eshitdim. Bayta g'azalga ustaymizsan. Qani bitta ashiladan ol. Sulton aka, men ashula aytishni bilmayman. Aldayapti sulton aka, ashulalarni zo'r aytadi. Bachalarda ovoz shirin bo'ladi eshitganman. Mana bu dinay suvlardan ichib, aytur. Ol bo'g'irsan. Obbo zangaray. Ichib qo'yding-ku, ha? Sulton aka, qo'shig'im yoqmadimi? Qo'shiqqa mazza qildim. Lekin oxirgi qolgan denayni ham ichib qo'yganing chataq bo'ldi. Atmosfera zo'r. Voy kelganmiz, shu joyda qoldik. Kim biladi shu joy qanaqaligi? Ha? Kim biladi qattalik? Hoptgan joyi ye. Ha, Vakillari. Hoptish kerak. Nima qilish kerak? tasha. Hoptishga boring deb turadi, rosa aka. Bu zo'r suv. Rosta suv yo'qda. Haydavering.